Hamisha. Boshqacha. Ketding, shahar faqariga o'tiramiz endi. Menga qara, o'rtoq, haydoliysanmi o'zi? Ichganmiz-ku. Bobur aka. Ikkalasi ichgan ekanda, qarang, mashina haydab ketmoqchi shu ahvolida. Qo'shingchi, Misha, dam olgani keldik-ku. Ishtamassan, qo'y kam. Yoki shu ahvolda ketmasa, ichgan yo'l yomon bilib bo'lmaydi. Senga nima? Nima qilasan? Hozir borib, barni o'rganingni bir tiyin olmaysan. Mayli, aka, tursan. Biroq biz yetib ko'raylik, insoniy garchilik yuzasidan. Iltimos aka, yuring. Bu ahvolda ketmasin. Yuring. Jigar, salom gaplashdikmi, muhimi? Akalar, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka ichgan ekansizlar, yo'q demasanglar, shu o'zimiz tashlab qo'yaylik, bu holatga ketmaylik, bilib bo'ladimi? Har xil holat bo'lishi mumkin. Ukam, qo'y, mazgimni qotirmagin. Ishing qilaver, mazgim. Yo'q. Aka, hozir yo'lda juda yomon yo'l birinchidan, ikkinchidan g'ayi bo'lsa, ishtirok to'lab, farzandlaringiz rizqini kesib aka, yordam qilamiz, aka, olib borib qo'yamiz manzilingizgacha o'zimiz haydab. Ukam, toda, gayiga, malava. Inspektor Abdurahmonov.